Bemorimiz Valiyev Hayitoy aka bizga 15 kun avval quyidagi shikoyatlar bilan murojaat qildi. Bu shikoyatlar asosan ikkala qo'ldagi uyushlar, ko'proq chap qo'ldagi uyushish, bilak sohada uyushlar, tirsak sohasida kuchli og'riqlar bilan shikoyat qilib kelgan. Bemorni biz qo'shimcha tekshiruv, ya'ni MR tomografiyani o'tkazganimizda bemorda 5 va 6 bo'yin umurtqalari orasida grija aniqlangan. Shu grijadan asoratlari mana shu chap qo'lga berib, shunaqa shikoyatlar berishni boshlagan. Bemorimiz bizdan avval nevropatolog nazoratida lecheniyalar olgan. Shu lecheniyalar orqali holati biroz yaxshilangan, lekin undan keyin og'riqlar to'liq o'tib ketmagan. Shundan so'ng biz neyroxirurgga murojaat qilishdi. Bemorda 5 va 6 umurtqalarda dissektomiya tashxisini o'tkazdik va bu umurtqalar orasini o'zi mustahkamlovchi kej bilan mustahkamlab qo'ydik. Operatsiyadan keyin bemorimiz holati mana ancha yaxshilandi. Qolgan natijalarni bemorimizning o'zidan so'rab bilishlaring mumkin. Men shu yelkam oshcha kuchli og'rirdi mana shu yelkalarim. Shunday og'riq kuchligida juda oshcha. Mana shunday og'riq juda oshcha kuchligida. Orqalarim og'rirdi. Shularda og'riqqa chidamay shu yerga kelgan edim. Og'riq sababli bular nimada topib, tomografiyalarda ishlab topib operatsiya qilishdi. Operatsiyadan Xudoga shukr yaxshi chiqdim. Og'riqlik yo'q, 1 gram ham og'riq yo'q, Xudoga shukr. Og'riq bo'lmayapti. Operatsiyadan keyin og'riq bo'lmadi. 4 kun bo'ldi. Yotibman qimirlamay. Maza qildim, lekin og'riqlarim yo'q. Maza qilyapman. Undan oldin 1 gram ham yota olmasdim. Og'riq kuchli edi juda.